Assalomu alaykum. Instagramda kokosh taxallusi bilan tanilgan 33 yoshli bloger Komila Abduqodirova Toshkentdagi Medkonsultant klinikasida o'tkazilgan operatsiya oqibatida og'ir ahvolga tushib qolganligi haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Dokumenti yo'q bo'lgan insonlar mana operatsiya qilgan, institutda o'qigan, operatsionnga kirishi mumkin emas bo'lgan insonlar operatsionnida qo'pollik aytganda qassoblik qilgan. O'shaning uchun hech qanaqa даже qo'linglarni privaska qilgani ham baxti kelmaydi. Ayni paytda Kun.uz bemor va uning yaqinlari bilan vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bog'landi. Bu liposaksiya va abdominoplastika operatsiyasi pediatr, stomatolog hamda tajribasiz talaba tomonidan olib borilganligi aytilmoqda. Operatsiya jarayonida ikkinchi kursda o'quvchisi Doston degan bola kirgan, hech qanday hujjati yo'q, ordinator bola ishtirok etgan va operatsiyani shu shogirdlar bilan birgalikda qilgan. Operatsiya 8 soat davom etgan. Shaxsan vrach o'zlarining davleniyasi oshib, operatsiyaga qatnasha olmasdan stomatolog vrachchi taklif qilgan ekan. Va bu vrachchi hech qanday hujjati va bu klinika bilan dogovori bo'lmagan ekan. Ya'ni bu klinikada ishlamaydigan vrach va shogirdlar, studentlar operatsiya qilgan bo'lib chiqdi. Bir oydan buyon davom etib kelayotgan 3 marotaba qaytadan o'tkazilgan jarrohlik amaliyotlari jarayonida bemorga hattoki kasallik tarixi ochilmaganligi iddao qilinmoqda. Assalomu alaykum Nihol opa, Komila, efirdasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Bu joyda umuman diplomi bor vrachlar umuman yo'q, studentlar operatsiya qilarkan. Mana bilmay qoldim, 25 kun yotganimda men har bir narsalarni ko'rib, eshitib, bilib, har bitta mana informatsiyada 25 kundagi bo'lgan narsalar Instagramga chiqayotgan. Men buni gematoma deb o'ylaganman, bu nekroz. Nekroz degani ham menga вообще o'zimni tanish vrachlarim aytdi. O'shandan keyin bu janjallar shu apparat qo'yish uchun edi. Bu apparat ham mana 4 soatdan buyon ishlamasdan yotibdi. Qornimga ulangan menga tozalik, infeksiya tushmaslik kerak, lekin bu 4 soatdan buyon ochiq ishlamayapti. Suv olmayapti. Bugun bu 3-kun, bu 24 soatdan 72 soatgacha turishi kerak. Kecha buni olinglar desam, yo'q, 3 kun turish kerak degan. Lekin bu qonunda 24 soatdan 72 soat ichida olsa bo'ladi. Hattoki jag'ini operatsiya qilganda bu yog'iga ham travma berib, qiyshaytirib qo'ygan. Gapirishga qiynalyapti. Malakasi, tajribasi yo'q vrachlar qilib, hattoki studentlar operatsiyaga aralashib, singlimizni og'ir ahvolga olib kelib qo'ygan. Buni orqasidan reklamadan kelgan qizimiz 20 million pul to'lagan, ularni esa YouTube kanalidan ko'rib operatsiya qilganligini vrachlarning o'zi aytgan, birinchi marta qilyapmiz deb. Iltimos, bu klinika singlimizni oyoqqa turib ketishi uchun qonuniy chora ko'rib, sizlar ham yordam beringlar, chunki oyoqqa turishga ancha muddat kerak bo'lar ekan, bular esa buni xohlamayapti. Bu klinikada sanitariya umuman javob bermaydi. Operatsiyadan keyin hamma kirib chiqadi. Operatsionni palatalarga javobgarlik yo'q. Hech qanday kvars, sterilizatsiya degan narsa yo'q. Bemori umuman sog'lig'iga nisbatan sanitariya qoidalari yo'q va vrachlar afsuski mana shu xonada obxod davrida qo'lida sigaret bilan kirib, bemor bilan gaplashib o'tiradi. Posleoperatsionni bemorlarga albatta siz xodimlari va mizrab bunga chora ko'rishni so'rab qolamiz. Medkonsultant xususiy klinikasi bu amaliyotni bepul o'tkazganini, yuzaga kelgan holat esa bemorning operatsiyadan keyingi tavsiyalarga rioya qilmaganligi oqibatida kelib chiqqanini ma'lum qilgan. Ayni paytda klinikadan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Sababi ichkarida sog'liqni saqlash tizimi hamda prokuratura organlari tekshiruv ketayotganligi sababli bu yerga hech kimni kiritishga ruxsat berishmadi. Aytish kerakki, so'nggi vaqtda O'zbekistonda abdominoplastika operatsiyasi ommalashmoqda. Jumladan 2020-2023 yillar oralig'ida plastik xirurgiya sohasidagi bunday operatsiyalar soni O'zbekistonda 30-40% ga oshgan. Ayrim tibbiy klinikalar faoliyati o'rganib chiqilganda haftasiga 3-4 marotaba shunday amaliyotlar o'tkazilayotgani ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, 2024-yilning dekabr oyida 45 yoshli aktrisa Halima Ibragimova ham shunday operatsiyadan keyin vafot etgan edi. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. Salomat bo'ling.